umid va yengillik beruvchi ham o'zidir. Ba'zi vaqtda bir insonga shunchalik ko'p tashvish keladiki, odam o'ylab hayron qoladi. Bitta banda shuncha yukni ko'tarishi mumkinmi? Yoki holati shu darajada tenglashadiki, hatto yeb-ichishiga va kiyishiga narsa topolmay qoladi kishi. Qarshidagi eshiklarning barchasi go'yo yopiq. Yengillik yo'q, hayot mahzunlikka burkangan. Shunday bo'lib turgan bir paytda shodlik, xurramlik asta-sekin eshik qoqib keladi. Banda shuni unutmasligi kerakki, bular bari Allohga bog'lanishdan so'ng sodir bo'ladi. Bir ayol Allohning imtihonidan qanday o'tganini shunday hikoya qiladi. Erim ishsiz qoldi. Uyimni tortib olishdi. 6 yil davomida bu uyni qaytarib ololmadim. Hayotim muammolarga to'ldi. Keyin Allohga zorlandim. Turmush o'rtog'imga baraka so'rab, oilamga shodlik, xurramlik bergin deb duolar qildim. Alloh meni sinadi. Kechalari turib namoz o'qishim, o'ziga yig'lab iltijo qilishim, istig'for aytishim bilan Robbim menga yengillik olib chiqdi. Odamlardan va boshqa dunyo yumushlaridan ajraldim. Faqat Allohga yuzlandim. Turli gap so'z, g'iybatlarni yig'ishtirdim. Allohning zikri bilangina mashg'ul bo'ldim. Hayotim yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Hatto farzandli ham bo'ldim. Alloh bolamga qo'shib ko'p yaxshiliklarni ato etdi. Erim yaxshi ishga kirdi, ahvolimiz o'nglanib ketdi. Bilingki, duo, Allohga bog'lanish bizga xotirjamlik, rohat, shodlikni beradi. Ko'p odamlar boshlariga qiyinchilik kelganida turli ishlarni qilib ko'rishadi. Yo'q, birinchi o'rinda Xoliqqa, Yaratganga bog'laydigan eshiklarni qoqish kerak. U ham bo'lsa, unga zorlanish, duo hamda ko'p namoz o'qimoqdir. Sinov ham, yengillik ham beruvchi o'zidir. Xolis iymonga ehtiyoj sezing. Ba'zan shunday ishlarga duch kelasanki, mashaqqat bo'ladi va buni hal qilish qiyin, imkoni yo'q deb o'ylab qolasan. Barcha imkoniyatlaringni sarflasang ham qo'lingdan kelmaydi. O'zingga bog'liq bo'lmagan muammolarga duch kelasan. Nima qilasan? Yig'laysan, dod-faryod chekasan, ammo foydasi bo'lmaydi. Lekin kutilmaganda mo'jiza yuz beradi. Bu mo'jizani senga kim yuboradi? Albatta Alloh. Holatimizni bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga solib qo'yuvchi kim? Alloh. Qilishning imkoni yo'qday ko'ringan ishlarni kim amalga oshiradi? Alloh. Buning uchun esa ko'z yoshlari kerak. Men hajga borishni xohlardim, lekin buning iloji yo'qday edi. Erim oilamizni arang boqadi. Moddiy imkoniyatimiz og'ir, ishidan katta maosh olmaydi. Qo'shimcha pullar ham berilmaydi. Haj boshlanishiga 2 oy qolgandi. Shavvol oyining 2-si, juma kuni asr namozidan oldinroq qalbim hajga borish uchun o'rtanib ketdi. Muborak joylarni ko'rishni juda xohladim, ammo mablag'im yo'q. Duodan boshqa yo'l yo'q edi. Azon aytildi. Azondan keyin duo qildim. Allohim, o'zingning baytingni ziyorat qilishni nasib et. Ey Robbim, senga aytgan tahmid va tahlillarimning adadini o'rtaga qo'yib so'rayman. Hajga borishimni nasib qilgin. Ishimni oson qilib qo'y, deb Nabiy sollallohu alayhi va sallamga salovat aytib, duoyimni yakunladim. Yuragim qanot qoqqan qush singari uchib ketayotgandek tuyuldi. Hatto qanot qoqishini eshitdim. Asr namozini o'qidim, zikrlarni qildim. Shomga azon aytilishidan oldin erim qo'ng'iroq qilib, hajga ketishimizga imkon tug'ildi. Ishxonamdan menga ajratilgan ulushning sotadigan bo'ldik. Puli hajga borib kelishimizga yetar ekan, dedi. Shu xushxabarni aytib turgan paytida shomga azon chaqirildi. Alloh taolo duoyimni ijobat qilganini sezdim. Xursandchiligimdan yig'lab yubordim. Allohni yanada yaxshi ko'rib, zikr-u istig'forlarimni ko'paytirdim. Allohga iltijo qilishdan to'xtamanglar. Alloh beradimi, bermaydimi? Loaqal u zotga yaxshilanishingiz qoladi. Istaganingizni o'zidan so'rang. U barcha narsaga qodir zotdir. Siz Allohga yaqinlashaman desangiz, mol dunyo bo'lsa, keyin amalga oshadi deb o'ylamang. Har qanday joyga borishga pul kerak, ammo Allohning huzuriga borishga duoning o'zi kifoya. Xolis iymonga ehtiyoj sezing va unga intiling. Allohning qudratini his eting. Undangina so'rang va faqat o'ziga duo qiling. Baytingga chaqir. Bir onaxon aytib bergandi. Haj mavsumi yaqinlashmoqda. Qaynukam, qaynotam va qaynonamni hajga olib bormoqchiligini, meni ham o'zlari bilan ziyoratga olib ketishlarini aytdi. Rosa sevindim. To'lov vaqti kelib, narx oydinlashgan chog'i pul menga yetmasligini tushundim. O'zlari ham bir amallab to'ladilar. Menga esa uzrlarini aytdilar. Mening esa juda ham haj ibodatini bajargim, o'sha muqaddas zaminlarga oyoq bosgim kelgan edi. Ularga bildirmasam-da, lekin ich-ichimdan ma'yus tortdim.
O'sha kezlari tinmay Allohdan meni hajga muyassar etishini, nasibamni o'sha tuproqlarga qo'yishini so'rayverdim. Tahajjudlarda yig'lab yolvordim. Bo'shadim deguncha namozga kirishar, haj farzini bajarishimni nasib qilishini so'rar edim. Bir kuni namoz ustida edim. Odatdagidek Allohdan so'rab iltijo qilayotgandim. Eshik taqqiladi. Chiqdim. Bir ayol qo'lida kichikroq quti bilan turardi. Salom alikdan so'ng turmush o'rtog'im berib yubordi. Hajga to'lar ekansiz degancha qutichani uzatdi. Quti ichidagi pul roppa-rosa hajga ketadigan mablag'ga teng edi. Qalbida zarracha shubha gumonga bormasdan berarmikan yo bermasmikan deb o'ylamasdan faqatgina Allohdan so'ragan, o'zigagina yolvorgan, o'zigagina suyangan bandaning hikoyasi edi bu. Har qanday holatda Allohga iltijo qiling. Ba'zi paytda insonning boshi uzra mahzunlik bulutlari yig'ilib, tashvish yomg'irlari yog'adi. Bunday paytda Allohga bo'lgan ishonchimiz so'nmasligi sobit qolish kerak. Hamma ofat menga keldi, boshim balodan chiqmayapti deb o'ylab qolmaslik zarur. Allohdan umidni uzmaylik. Ba'zida inson shunday qattiq musibat, balolarga yo'liqqan paytda dunyo ko'ziga tor bo'lib ketadi. Yorug'likka chiqishimga birorta vosita qolmadi deb o'ylaydi. Yo'q, aslo unday emas. Kenglik, yengillik, balolarning arishi Allohga bog'lanishdan keyin keladi. Allohga bog'lanmoq zarur. 2013-yil. Noqonuniy tarzda Avstraliyaga bordim. Bizni u yerda bir hududga joylashtirdilar. O'sha yerda faqat qochoqlar, nochorlar yashardi. Birorta qonuniy ishga kira olmasdik. Noqonuniy borganimiz biror bir idora biz bilan shug'ullanmaydi. Ba'zilar chidolmay o'zini o'ldirishgacha borardi. Vaziyat shu darajaga yomonlashgandi. O'sha yerda bir yigitga turmushga chiqdim. Farzandli ham bo'ldim. Ammo farzandimning kelajagi men uchun qorong'u edi. Shuni o'ylab qiynalardim. Allohga duo, iltijolar qilardim. Shunday paytda boshimdan g'am bulutlari tarqala boshladi. Bir ayol kelib, holimdan xabardor bo'ldi. Allohga hamd bo'lsin. U ayol huquqshunos ekan. Menga qo'lidan kelgan yordamni qilishini aytdi. Shunda ham Allohga iltijo qilishni, unga hamd aytishni to'xtatmadim. Sajdada tinmay duolar qilardim. Haligi ayol menga advokatlik qila boshladi. Oliy sudga meni va oilamni bu yerdan olib ketish harakatida xat chiqardi. Mazkur ish ko'pga cho'zilmadi. Sud bizning foydamizga hukm chiqardi. Meni boshqa joyga ko'chiradigan bo'lishdi. Huquqshunos ayol mening ishimni bitirish uchun barcha mas'ullar bilan uchrashdi. Yashashga hech qanday sharoit yo'q, yeyishga ham biror narsa topilmaydi deb barcha muammolarni isbotlab berdi va bizni boshqa joyga ko'chirishdi. 2013-yil noqonuniy ko'chib o'tgan joyimda ham Alloh menga qonuniy chora berdi. Sud biz uchun yashashga joy, bir oylik sarf-xarajatlarimizni qoplash uchun yetarli pul ajratdi. Ular juda chiroyli, hamma sharoiti bor uy berishganiga qaramasdan, u joy menga yoqmadi. Chunki bu yer musulmonlar yashaydigan joy emasdi. Farzandimning kelajagi meni xavotirlantirardi. Boshqa din vakillari dinsizlarning ichida tarbiya topsa, o'shalarga o'xshab qolishidan qo'rqdim. Advokatga murojaat qildim. U sudga yangi ariza bilan chiqdi. Sud bizning arizamizni qanoatlantirdi va musulmonlar ko'p hududdan uy berdi. Hozir ham shu yerda yashayapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Juda baxtlimiz. Ertamizdan xavotirim yo'q, chunki barcha hujjatlarimiz joyida va qonuniy. Buning barchasi Allohning fazli bilandir. Chunki unga doim duo, iltijo qildim. Istig'forlarim tark etmadim. Hozir yashab turgan joyim shu darajada yaxshiki, oldingisi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Hammasi Allohga yaqinlashish, unga iltijo qilishim sababidan bo'ldi. Tajribamni sizlarga ulashgim keldi. Ba'zida inson ertaga nima bo'larkan, kelajagim qanday kecharkan deb o'ylab qoladi. Ayrimlar uy-joyi, yeydigan narsasi yo'qligidan o'zini o'ldirishgacha boradi. Allohga qayting. Hammasi iziga tushib ketadi. Buning isbotini o'z hayotimda ko'rdim. Allohga ishonch sizga quvvat beradi. Alloh taolo bizning dardlarimizni, tashvishlarimizni eshitishga eng haqli zotdir. Hammadan ko'ra yaxshi eshitadi. Chunki bizning xohlaganlarimiz amalga oshishi uchun kimdir dardimizni tinglashi kerak. Eng yaxshi eshituvchi esa Allohdir. U zotgina xohishlarimizni amalga oshiradi. Demak, Alloh eshituvchi ekan. Undan boshqasiga shikoyat qilib, dardimizni aytishimiz kerak emas. Quyidagi hikoya aynan shu haqda. Alloh taolodan faqat bir narsani so'rardim. U
U ham bo'lsa, uyimga yaqin bir universitetda ishlasam, oilamga yordam bersam, men ham farovonlikka hissa qo'shsam derdim. O'sha paytda yaqinimizdagi universitetga o'qishga kiray deb duo qilardim. Bomdod namozini aslo tark qilmasdim. Tunda tahajjud namoziga doim hozir bo'lardim va duo qilardim. Alloh taologa bir kunda 1000 marta istig'for, Nabiy alayhissalomga 1000 marta salovat aytardim. Shuningdek, Allohga hamd yo'llardim. Hamma ne'matlariga kunda 1000 martalab shukrlar qilardim. Yana bir oyda bir bor Qur'on o'qib xatm qilardim. 3 yil shunday davom etdi. Nihoyat Alloh meni maqsadimga erishtirdi. Keyinchalik bildimki, Alloh taolo meni bu ahvolga solgani bejiz bo'lmagan. Ya'ni ishsiz yurishimning sababi meni o'ziga yaqinlashtirmoqchi bo'lgan ekan. Bandam menga qurbat hosil qilsin, mendangina so'rasin, ko'p iltijo qilsin degan ekan. Juda sabrli edim. Faqatgina Allohga dardimni aytardim. Boshqa hech kimga ichimdagilarni doston qilmasdim. Allohga iltijo va duo qilish hayotimning bir qismi bo'lib qoldi. Allohni zikr qilish, Nabiy alayhissalomga salovat aytish, duo, kechalari namoz o'qish mag'zunlik toshlarini parchalab yuboradigan bolg'adir. Biz tinmay Allohga duo qilaversak, mag'zunlik, tashvish toshlari parchalanib ketaveradi. Ortidan yengillik kelaveradi.